Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga investitsiya va tradingda 2026-yilda eng kerak bo'ladigan instrumentlardan top 3 tasini Xudo xohlasa sanab beraman va bunda siz hattoki sun'iy intellektdan ham foydalanishni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Ko'pchilik investitsiya va tradingni boshlaganda qanday qilib hisob-kitob qilishlikni bilmaydi. Ya'ni qancha natija qilishligi mumkin, qanaqa portfelimni o'stira olaman, kelajakda qanaqa natija qilaman degan savollar bo'ladi eng boshlanishida. Va undan tashqari keyingi bo'ladigan narsa bu o'sha olayotgan aksiyalarim to'g'rimi, bu portfelimni yurgizsam qanaqa natija bo'lardikan degan savollar bo'ladi. Mana shu narsalarni Xudo xohlasa qanday qilib hisoblash, oddiy kalkulyatsiyasi tekin bo'lgan platformada sizga to'laqonli tushuntirib chiqaman. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Gapni cho'zmaymiz, kerakli narsaga o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda ko'pchilikda qiziqadigan narsa qancha pul topa olayman, qanaqa bo'ladi rezultatim degan narsa bo'ladi. Shuning uchun biz investing calculator degan narsani yasaganmiz. Akinda platformasiga kirasiz, ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tishlik oson. Google akkauntingiz bilan ham kirib ketsangiz bo'ladi yoki o'sha login parollaringiz bilan kirsangiz bo'ladi. akinda.io ya'ni io yozilinadi. Mana shu veb-saytga kirsangiz bo'ldi. Mana shu sizga chat tarafingizda menyular bo'limida turgan bo'ladi. Va bu yerda mana $10,000 bilan misol keltirilgan va mana shuni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. $10,000 bilan taxminan aytaylik biz 5 yil yoki 10 yil muddatda olyapmiz. 10 yil muddatda deylik. 10 yilda tasavvur qiling 20 yosh bo'lsangiz 30 yosh bo'lasiz. Agarda siz yoshingiz kattaroq bo'lsa, 30 yosh bo'lsangiz 40 yosh bo'lasiz yoki bo'lmasam 40 yosh bo'lsangiz, endi 50 yosh bo'lasiz demoqchi emasman. 40 yosh bo'lsangiz, o'zingizni farzandingiz uchun bu portfelni yurgizayotgan bo'lsangiz, u 10 ga kirganda nima bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda qancha biz natija qilishligimiz mumkin? 1 yilda o'rtacha 20% deb olaylik. Va oyiga boshida 10,000 tikdingiz, oyiga yana $100 dan tikib boring. Ko'pchilikda bo'ladi, baribir qanchadir pul yig'di, uni aytaylik bankda saqlaydi yoki uyda yig'adi yoki nimadir qilib qo'yishi mumkin. O'sha 10,000 ga tikdingiz, yana baribir o'sha har oyda budjetingizdan ajratib o'sha uyingizdagi nima deydi, ko'rpachagini tagiga solib qo'yadigan pulni shu investitsiyangizga kiritib boradigan bo'lsangiz, qanaqa bo'ladi? Mayli o'sha aytaylik oyiga $200-300 orttirsangiz, o'shani $100 ni kiritib boring. Farzandingizni kelajagi uchun qanaqa bo'ladi? Agarda bu yosh bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz o'sha topayotgan hozirgi paytda ko'pchilik endi yaxshigina pul topyapti. Mana shu $500 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bemalol $100 ni kiritib borishligingiz mumkin uylanmaganlar uchun. Xo'p, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, $10,000 kiritib, mana shuni sekin-sekin ko'tarib borsangiz, bu bitta narsani aytay, bu investitsiya. Bu biznes qilsam undan ko'p pul topaman, u qilaman, bu qilaman deyishligi mumkin ko'pchilik. To'g'ri, biznes qilsangiz ko'p topasiz. Biz biznes darsligini o'tmayapmiz va sizni qiziqishingiz biznesda emas. Ya'ni biznes qilishni o'rganish darsida emassiz va aytaylik biznes qilmoqchi ham emassiz, investitsiya qilmoqchisiz. Mana shu narsani farqiga ko'pchilik bormaydi. Misol uchun bizda keladi yiliga 20%. Men buni misol uchun savdoga chiqsam ko'proq topaman deydi. To'ppa-to'g'ri siz ko'proq topasiz. Aka deyman, siz savdoingizni qiling deyman. Investitsiya siz uchun emas. Siz investitsiya va tradingni ayniqsa aytaylik, investitsiyani asosiy daromadim, mana shundan pulim keladi deydigan darajada bo'lishligingiz uchun siz kamida bir $50,000, $100,000 pulingiz bo'lishi kerak. Siz investitsiya deyapsiz. Investitsiya odatda pul tikilinadi va u passiv o'stirib boriladi. U yerdan qornini to'ygizish uchun pul olmaydi. U biznes hisoblanadi. Biznes yoki kasb hunar bo'lishi mumkin. O'sha bozorga chiqib savdoingizdan ko'p qolayotgan bo'lsa, u biznes. To'g'ri, biznesga sarmoya kiritdim, biznesga investitsiya qildim deydi, lekin biznesga qilganda uyga pul tiksangiz unchalik qolmaydi, to'g'rimi? Yoki bo'lsam tillaga tiksangiz yoki bo'lsam aytaylik yana boshqa joylarda yiliga 20% dan baland qolishlik ehtimoli juda past. Passiv investitsiyada. Siz ham bu investitsiyani kiritib passiv qilasiz. Biznesda siz ertalab ba'zida 9 da turishingiz mumkin. Ba'zida o'zingizning biznesingiz bo'lsa, sahar bomdoddan keyin chiqib ketishingiz mumkin 5-6 da. Shu bilan kechasi kelasiz. Unaqangi fizически mehnat emas bu. Siz aytaylik passiv telefoningizda qarab, shu kechasi misol uchun kechroq ishdan qaytganingizda, misol ishingiz bo'ladigan bo'lsa, shu bir
yarim soat, 1 soat vaqtingizni ajratib qo'ysangiz maksimum patologiya deydi-yu. Yoki 2-3 kunda bir, haftada bir shunaqa qilsangiz ham yetadi. Mana shu holatda shunchaki yillar davomida anaqa qilsangiz 10 ming kiritgan pulingiz o'sha oyiga $100 dan qo'shib borishingiz bilan 99 ming, deyarli $100,000 bo'ladi. Mana har yili qanaqa darajada o'sib borishligini ko'rishimiz mumkin va umumiy holatda biz 10 yil davomida necha pul tikkan bo'lardik? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Biz $22,000 pul tikamiz. Lekin bizni summamiz 99 ming. 99 ming. Ya'ni tasavvur qiling, siz shuni uy bilan taqqoslaylik. Uy sotib olyapsiz, uy sotib olmoqchisiz, aytaylik. 22 mingga o'zi umuman uy bermaydi ham. Va bu o'sha yildan yilga qarang, birinchi yili 10 ming tikasiz. 10 ming bilan boshlang'ich uylar sotib olishlik mumkindir hozir. 10 ming tikasiz, keyin har yili taxminan qancha? $1,200 dan pul tikasiz. $1,200 dan. Hozir uylar unaqa emas. Uylarda millionlab tikasiz. Ya'ni kerak bo'lsa bir oyga $1,000 to'layotganlar bor yoki $500-600 dan to'lattirayotganlar bor. Unaqangi kichkina summa bilan qilishning imkoniyati yo'q. Mana shu narsani bilib olishligingiz mumkin. Passiv holatda shunaqa pulni tikib, shu summaga chiqarishligingiz. Va aytyapman sizga, 10 yilda $22,000 pul tikasiz va 99 ming. Ya'ni birorta uy olayotgan odam bormi? 22 minglik uy olyapti. 10 yilda bu $100,000 bo'lib ketayotgan. Bo'lishi mumkin bo'lgan. Deyarli yo'q, deyarli kam. Tasavvur qiling, hozir bir xonali uy olyapsiz. Toshkentda 22 mingga bir xonali uy berar, xo'p. O'sha 10 yildan keyin $100,000 bo'lib ketishligi balki bo'lishi mumkindir. Lekin aytaylik, undan siz aytaylik investitsiyangizni xohlagan paytingizda chiqarib olishligingiz, mana shu narsalar juda qiyin. Juda qiyin. Va aytib o'tayotganimda 22 mingda siz boshida to'lamayapsiz. Sekin-sekinlik bilan to'lab boryapsiz. Mana shuni bemalol ko'rishligingiz mumkin. Bu birinchisi, ya'ni kalkulyatorda birinchi kiritadigan summangiz va oylik kiritadigan summangiz necha yilga qo'yyapsiz va necha foiz, yiliga necha foiz o'sadi o'rtacha. O'rtachasini 20% deb qo'yganman. Keling, men bitta $200 dan kiritadigan odam bo'lsin, $10,000 bilan va aytaylik 5 yilda qilsin bu odam. 5 yil oyiga $200 dan kiritib bormoqchi. 5 yilda umumiy kiritadigan puli 22 ming bo'ladi. Sababi $200 dan qildik buni. Ko'paytirdik. Oldin 10 yilda $100 dan qilayotgandi. Deyarli o'zgarmadi. Buni 2 ga ko'paytirib qo'ydik, buni 2 ga bo'lib qo'ydik. Shuning uchun. Ya'ni nimaga bu ikkalasi bir xil chiqyapti deb o'ylamanglar. 45 ming bo'lyapti. Umumiy 22 ming, 45 ming. Passiv holatda qilinayotgan narsa. Passiv holatda. Yiliga 20%. O'rtoqlar, bitta narsani e'tiborga qaratinglar. Bu dollarda. Dollardagi investitsiyani hisoblayapmiz. Biz sizlar bilan aksiyalarga investitsiya qilinadigan joyda. Kimdirlar aytishi mumkin, bankda bundan ko'p beradi. Bankda bemalol O'zbekiston banklarini ko'rib olinglar. Bank 8% dan balandga bermaydi. 8% siz kredit olishingiz mumkin, adashmasam. O'rtacha 5-6 beradi, 7 beradi patolog. 7% sizga berishi mumkin. Yillik bank dollarda beradigan. Bemalol hozir Milliy banknikiga, Hamkor banknikiga kirib ko'rishingiz mumkin. Endi backtestingga o'tamiz. Xo'p, qancha pul topishni ham tushunib oldik, Nurmuhammad. Endi qanaqa portfolio tuzishimiz kerak deydiganlar uchun mana bu yerda portfolioda nomini yozamiz. Misol uchun oilam deb yozamiz yoki o'g'lingiz yozishingiz mumkin. Farzandim 1, farzandim 2 yoki maqsad 1 yoki strategiya 1 deyishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda nimani yozamiz? Tesla. Hop, Tesla aksiyasini yozdik. Keyingisi misol tariqasida ko'rsatyapman, o'rtoqlar. Misol tariqasida Tesla, Google, hop, Nvidia ni yozaylik, kelinglar. Nvidia va yana nima bor bizda? Hims bordir misol uchun. Yoki sizlar biladiganni yozaylik, biladiganni yozing.
Hop. Hims. Yo'q, adashdim. Hims yo'q edi. Amazon. Hammasini keyin equal weight qilib hammasi to'g'ri bo'ladi keyin. Mana AMZN deb yozamiz. Mana bo'ldi. Endi buni equal weight qilamiz. Bo'ldi. Zo'r. Hop, qaysi yildan? 21-yildan 26-yilgacha qancha summa bilan 10 ming bilan kiritganimizda deb anaqa qilib olamiz. Ikkinchisi maqsad 2 deylik. Maqsad 2. Bu yerda nimalarga kiritishimiz mumkin? Dividend beradigan kuchli bo'lgan kompaniyalarga kiritishligimiz mumkin. Men shularni misol uchun hozir sekin yozib chiqamiz bitta-bitta. Nimadir bo'lgan bo'lsa jamoatda. Mastercard nomida. Mastercard. Algo. Home Depot. Home Depot. Mana bu yerda ham aksiyalar kiritdik. Hammasini equal weight qilamiz. Bular ham xuddi shunday 2021 dan 26gacha 10 ming dollar bilan. Xo'p, endi buni running back test qilamiz. Ya'ni back testni run qilamiz. Ko'ramiz qanaqa natija chiqadi inshaalloh bizda. Mana do'stlar, bizga back testimiz chiqdi. Natijasi mana buni sekin-chekkaga olib qo'ysak bo'ladi. Birinchi maqsadimiz bo'yicha, ikkinchi maqsadimiz bo'yicha. Birinchi maqsadimiz bo'yicha qilgan portfoliomiz 10 ming dollar kiritgan portfoliomiz mana 42 mingga ko'tarilishligi mumkin ekan. 326% o'sishlik bilan 326%, o'rtacha yiliga 32% o'sish bilan. Maqsad 2miz bo'lsa 32 ming ko'tarilishligi mumkin edi. 222% o'sishlik bilan va 25,5% o'sishlik bilan. Portfolio growth mana ko'rishligimiz mumkin. Qanaqa holatda o'sgan, qaysi yili tushgan, qaysi yili o'sgan bemalol ko'rishligimiz mumkin. Bu yerda mana SP500 indeksi bilan solishtirgan holatda va qaysi yilda qanaqa natija qilgansiz, qanaqa bilan chiqqan bemalol ko'rib olishligingiz mumkin. O'sha yili SP500 qanaqa holatda o'sgan, mana shularni ham bemalol ko'rib olishligingiz mumkin. Maqsad 1, maqsad 2 mana ko'rib olishligimiz mumkin. 2021-yil juda yaxshi o'sish bo'lgan mana. Oxirgi yilda bizni portfoliomiz hop 7% ga tushgan, lekin umumiy holatda hammasi plyusda. Maqsad 2miz bo'lsa 2%. Hop, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, aytaylik, bu katta natija ko'rsatgan, 42 mingga chiqqan, lekin shunga yarasha bitta tushadigan bo'lsa, yaxshigina tushib berish ham bo'lgan. Lekin oxir oqibatda mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, 42 ming bilan tugagan. Bu yerda kichikroq natija qilganmiz, lekin o'sha narx-navo tushganda ham unaqangi katta padeniya, katta tushishlar bo'lmagan. Mana bu yerda ham ko'rib olishligimiz mumkin. Max Drawdown qanaqa bo'lgan, final values, total return, SP500 bilan solishtirganda yillik o'sishi qanaqa bo'lgan, volatility darajasi, misol uchun mana ikkinchi portfelimizda pastroq bo'lgan, bu ham Sharpe ratio degan narsa ham o'sha volatillikka bog'liq bo'ladi. Shu holatda bo'lgan ko'rib turganingizdek. Bu sizni ikkinchi anaqangiz, ya'ni bemalol aksiyalaringizni portfoliosini backtest qilishingiz mumkin. G'oyangizni, ideyangizni bu qanaqa ishlardi degan narsani investitsiyada bu backtesting qilishlik. Mana shu narsa ham sizlarga tekin. Akinda platformasidan ro'yxatdan o'tsanglar, investor kalkulyatoriga ham, backtestingga ham kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Uchinchisi bu Akinda AI, ya'ni siz bemalol sun'iy intellektga asoslangan tahlilni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bitta-bittalab qilishingiz mumkin. Aksiyalarni yozib ko'rishingiz yoki sizda screenshot bo'lsa, qaysidir aksiyani aytaylik grafikasini, chartini bemalol shu yerga tashlashingiz mumkin. 10 megabaytgacha bo'lgan razmerda tashlaysiz, PNG, JPEG formatlar bemalol o'qiydi va o'shani bu analiz qilib beradi. Va misol uchun bu yerda yozishimiz mumkin, qaysi kompaniyani deylik. Mana bemalol kirib aksiyani yozadigan bo'lsak, Tesla deb yozdik. Tesla
analiz qiladigan bo'lsak, mana bu yerda chiqadi. Bemalol ko'rib olishligimiz mumkin. Mana bu yerda ingliz tilida ma'lumotlarni bergan. Xo'p, ko'rib bemalol o'qiymiz. Qanaqa holatda nima maslahatlar bergan, hamma narsasi. Endi bemalol buni o'zbek tiliga tarjima qilish tugmasini bosib, o'zbek tiliga tarjima qilib olishligimiz mumkin bo'ladi, xudo xolisa. Mana ko'rib turganingizdek, analizimizni bemalol o'zbek tiliga tarjima qilib oldik, kerakli joylarini. Tepasi ko'rib turganingizdek ingliz tili, aynan tahlil natijalari o'zbek tilida bemalol o'qib, qanaqa holatdaligini tushunib olishligingiz mumkin. Bu endi butun dunyoga bo'lganligi uchun ingliz tilida, lekin mana o'zbek tilida ham sizga tayyor tarjima qilib beradi. Sun'iy intellektda kerakli parametrlar bo'yicha tahlil qilish imkoniyati bor va aytib o'tganimizdek qanaqa holatdaligini bemalol ko'rib olishligingiz mumkin. Bu misol uchun market o'sadiganmi, tushadiganmi va uni sotib olish kerakmi yoki sotib olmaslik kerakmi, qanaqa holatdaligini sizga tushuntirib beradigan tahlilimiz. Aytib o'tganimizdek, shu yerda aksiyani tikkarini yozasiz, hop skrinshotlarini shu yerga tashlaysiz va bemalol ishlatishligingiz mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan. Albatta bunda tekin versiyada limiti bor. Bir kunda adashmasam 30 ta yo undan sal ko'proq aksiyani tahlil qila olasiz. Bu juda ko'p va yetarli siz uchun. Bir kunga yetadigan darajada. Sababi siz kuniga 50 ta 100 talab aksiya tahlil qilib olmaysiz. Sun'iy intellekt bilan o'zingizga kerakligini tahlil qilsangiz ham shu sizga yetadigan darajadagi aksiyalar hisoblanadi. Mana shu do'stlar sizlarga investitsiya bo'yicha kerakli instrumentlarni aytib o'tmoqchi edim. Bu biz kalkulyator orqali biz nimani hisobladik? Biz qancha pul topishimiz mumkinligini ko'rdik. Backtesting orqali biz strategiyamiz to'g'rimi, noto'g'rimi, mana shu narsalarni tekshirib olishimiz mumkinligini, qanaqa natijalar bo'lishligini bemalol ko'rib olishimiz mumkin ekan backtestingda va uchinchisi o'sha aksiyalarimizni haqiqatan sotib olish kerakmi yoki sotib olmaslik kerakmi degan savolga javob olishimizda sun'iy intellektda tayyor instrumentidan foydalanishligimiz mumkin ekan. Bemalol sizlar ham Akinda platformasidan ro'yxatdan o'tinglar. Mana shu ko'rsatib o'tgan funksionalligim mutlaqo tekin. Ya'ni siz hech qanday obuna bo'lmasangiz ham, to'lov to'lamasangiz ham bu funksionallarni mutlaqo bepulga ishlatishligingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga yoqtirmani bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Investitsiya va trading bo'yicha kerakli ma'lumotlarni chiqarib boraman. O'zimning shaxsiy investitsiyalarim bo'yicha fikrlarimni sizlarga ulashib, jonli efirda yoki mana shunaqa video formatida bo'ladi va savollaringiz, izohlaringiz bo'ladigan bo'lsa, pastdagi kommentariy bo'limimizda bemalol qoldirishligingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, yana boshqa sahifalarimizni ham, Instagram, Telegram sahifalarimizni ham pastda qoldirganmiz. Bemalol kirib ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham yangiliklar ulashib boramiz. Videomiz tugadi do'stlar. Sizlar bilan inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.